Mening ismim Saodat, 45 yoshdaman. Yoshligimdan uquvli, muloyim, boshqalarga yoqimli bo'lishga harakat qilardim. Ammo o'z hayotimda uncha baxtli bo'la olmadim. Erim bilan ajrashganimga 10 yildan oshdi. Meni bu dunyoga bog'lab turgan yagona inson qizim Nodira. U menga umr yo'ldoshdek edi. Shu sababli uni yaxshi hayotga uzatish orzum bo'lgan. Orzuyim ushaldi. Nodira 23 yoshida Sardor degan yigitga turmushga chiqdi. Sardor oqimishli, madaniyatli, chiroyli, eng muhimi mehmondost edi. Uydagilarga, yaqinlarga xushmuomala. Dastlab uni oddiy kuyovim deb ko'rardim. Ammo vaqt o'tgani sayin bu yigit yuragimda o'ziga joy ochib borayotganini sezmadim. Ular to'ydan so'ng vaqtincha biznikida yashab turishdi. Sardor freelancer, u grafik dizayner, asosan uyda ishlardi. Nodira esa bankda ish boshladi. Har kuni ertalab u ishga ketar, Sardor esa uyda qolardi. Men esa uy ishlarini bajarib yurardim. Shu orada bizning suhbatlarimiz ko'paydi. Sardor gohida ovqat tayyorlashimga yordam berar, gohida shunchaki suhbatlashardi. U menga qarab: "Saodat opa, siz bilan gaplashsam, o'zimni sokin dengizda yurgandek his qilaman. Sizdagi mehr meni ilitadi", derdi. Bu so'zlar meni larzaga solardi. Ammo tashqaridan hech narsani sezdirmaslikka harakat qilardim. O'zimni aybdor his qilardim. Axir bu mening kuyovim. Men bu tuyg'uni darrov unutishim kerak deb o'zimni ichimdan jazolardim. Ammo yurak quloq solmasdi. Bir kuni kechqurun, qizim safarda, uyda faqat men va Sardor. Men oshxonada ovqat qilayotgan edim. Sardor orqamdan sekin yaqinlashib, past ovozda so'z boshladi. "Bilaman, bu noto'g'ri, ammo sizni ko'rganimda yuragim boshqacha uradi. Men sizga mehr qo'yib qo'ydim." Qo'limdagi idish tushib ketdi. Yuragim qattiq urardi. Nafas ololmadim. Ichimda qattiq kurash, to'xta. Bu gunoh, bu insofsizlik, bu xiyonat. Ammo bir qarasam, ko'zlarimdan yosh chiqib ketgan. Bu yosh gamdan emas edi. Bu ichimda yillar davomida to'planib kelgan boshliqqa tushgan iliqlikning aks-sadosi edi. "Sardor, bu gaplaringni eshitishga haqqim yo'q. Sen mening qizimning erisan. Bu mumkin emas", dedim, lekin ovozim titrardi. Sardor menga tikilib qaradi. "Sizni hayot ko'psinagan. Men buni ko'ryapman. Ammo siz hali ham mehrli, go'zal ayolsiz. Men Nodirani yaxshi ko'rganman, lekin sizga bo'lgan tuyg'um boshqacha. Bu yuragimning istagi." Shu kecha men uxlamadim. Har bir gapini o'yladim. Men axir o'z farzandimdan yashirin sevgi his qilyapman. Bu qanday yurak? Oradan kunlar o'tdi. Sardor meni bezovta qilmadi. Faqat uzoqdan qarab qo'yardi, gohida suhbatlashardi. Endi men ham unga nisbatan o'zimni boshqara olmasdim. Bu holatni o'zimdan yashirish hayotimning eng og'ir kunlariga aylandi. Qizim bu orada juda band edi. Uyga kech kelardi. Sardorga ham sovuqroq muomala qilardi. Men esa bu muammolarga aralashishga jur'at qilmasdim. Faqat ichimdan kuyib yonardim. Bir kuni Sardor maktub qoldirdi. Maktubda shunday yozilgandi: "Men sizni qiynashni xohlamayman. Shu bois boshqa shaharga ishga ketaman. Nodira bilan munosabatlarim sovuqlashganini siz ham sezgandirsiz. Balki men sizga juda kech uchragandirman. Lekin shuni biling, yuragim sizniki." Bu maktubni o'qiga chiglab yubordim. Yuragim tilkapora bo'ldi. Shirin orzularim chirmashib, og'riqli haqiqatga aylandi. Bir necha oy o'tdi. Sardor boshqa shaharga ko'chib ketdi. Nodira esa yolg'izlikdan charchab, oxiri ajrashish istagini bildirdi. Ularning turmushi sovigan, yuraklar begona bo'lib qolgan edi. Men bu haqda hech nima demadim. Chunki bu mening aybim deb bildim. Yillar o'tdi. Qizim o'z yo'lini topdi. Men esa yolg'iz yashardim. Va bir kuni eshik qoqildi. Ochsam, Sardor. Sochlariga ozroq oq oralagan, ammo ko'zlari avvalgidek porlab turardi. "Qaytdim", dedi u, "endi yashirinishdan charchadim. Nodira endi mening ayolim emas. Siz bilan gaplashishni, sizni ko'rishni so'gindim." Men unga uzoq tikildim. Yuragim yana o'sha ovozda urardi.
Ammo bu safar ichimda og'riq yo'q edi. Faqat tinchlik bor edi. Endi biz hech kimga xiyonat qilayotganimiz yo'q, dedim. Endi yuragimizga quloq solishga haqqimiz bor. Shu vaqtdan boshlab biz har kuni birga choy ichadigan bo'ldik. Suhbatlarimiz yana jonlandi. Sardor hayotimning kech bahorida kirib kelgan quvonchga aylandi. Men hech qachon qizimga bu tuyg'ularimni oshkor qilmadim. Sardor ham. Bu bizning sirimiz edi. Lekin endi men o'zimni yashirmayman. Men qizimni erini sevib qolgan ayolman. Ammo bu sevgi ortida og'riq, kurash va sabr bor edi. Hayot hamma narsani o'z yo'liga soladi. Ba'zan sevgining o'zi yetarli emas, u vaqt, joy va halollik bilan uyg'unlashgandagina chinakam baxtni beradi. Yurak tanlamaydi, lekin aql uni yo'ldan qaytara oladi. Ammo yurak va aql bir bo'lganida, bu chinakam muhabbatga aylanadi.